Necha pul olindi bu? Necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi akajon? 9. Bunisichi? Necha pul bo'ldi aytdi? Bunisi necha pul? 79 yarimga 100 ham 9 do'stlar. Qayerdaga necha pul oldingiz buni? 24 do'stlar. 24 million. Do'stlar, har doimgidek videolarimizga maksimal darajada bittadan like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz va do'stlar, xudo xolasa bugun 4-aprel sanasi bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshoti mol bozoridan video taqdim qilamiz. Videolarimizga har doimgidek like, podeshga, albatta kanalimiz yangi bo'lgani uchun obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Hozir kanalimiz yangi bo'lgani uchun albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Xudo xolasa bu kanalimizda qiziq sizlarga kerakli videolar chiqib boradi albatta. Mana sizlarga ho'kizimizning zo'ridan necha pul qilyapti aka? Anvar ayt. Anvar. Narxini 23,5 bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti do'stlar. Mana shu ho'kizimizda 10 oylik buzoq. Bormi aka bundan boshqa? Telefon nomerni ayting. 99lik 500 31 90 nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Aka manzil qayerda? Denovda do'stlar. Bemalol telefon qiling, bog'laning, oling xudo xolasa. Do'stlar, sizlarga ana kichkinalardan, kattalardan aralash bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun videomizga uzoqlashmasdan bittadan ikkitadan like bosib qo'yamiz. Mana sizlarga kichkina sementaldan ko'ramiz mana. Kichkina sementalimizdan ko'rsangiz bo'ladi. Buzoq sementalimizdan. Bu yerda ham buzog'imiz bor. Urg'achi ekan bunimiz. Aka necha pul bo'ldi mana urg'achi? 11 do'stlar, urg'achi. Mana bu yerda sementalni ko'rishlaringiz mumkin. Buzoq sementalimiz. Aka necha pul bo'ldi bu sementalimiz, buzog'imiz? Narxini aytsam, hamma keldi. Nega chiqdiribdi? Mayli, ayting, savdoni ayting hozir, savdosini. 25 deb qo'ying. 25 do'stlar. Savdochi, savdo. Savdo 23. 23 million do'stlar, mana shu sementalimiz savdosi bo'lyapti. Mana shu tarafda 23 million. Do'stlar, sementalimiz. Bu tarafda kattalardan bor, kichkinalaridan bor, hammasidan bor do'stlar. Albatta videolarimizdan uzoqlashmasdan like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana katta ho'kizlarimiz. Necha pul bo'ldi aka bular? 71,5 bo'lyapti. Ikkalasi 71,5 ikkalasi do'stlar, savdosi bo'lishmoqda, berishmayapti 71,5 ga. 71,5. Mana bu tarafda yana kattalaridan sementalarimizdan do'stlar, mana sementalimiz. Aka semental necha pul so'rayapti? 26 million. Bunisinchi 20 millionga 26 bozor savdosini qilishmoqda. Berishmayotgan joyi do'stlar. Mana shunaqa sementallardan bormi aka? 26lik. Bormi 26lik? Qayerda manzil? Nima kanalda u? Denovda, Surxonchorva. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 869 8808 a 8808 do'stlar. Mana shunaqa sementallar kerak bo'lsa, kelishtirib qilib beriladigan joyi ham albatta bor akamizda. Bemalol telefon qilib bog'lanib olsalaringiz bo'ladi. Akamiz o'zlari Denovniki. Mana do'stlar, yana savdo bo'lib turgan joy rayonini bitta ko'ramiz. Qani? Savdo bo'layaptimi? Bitta ko'raylik. Necha pul bo'layotgan ekan bu? Qaysi biri? Qora 16. Qora 16 do'stlar. 15,5 16 savdosi bo'layapti mana shu qorani. Ho'kiz. 16 ga berishmayapti do'stlar. 15,5. Bering aka, bering. 15,5 toza so'rashyapti. Buzov hali do'stlar. 15,5 buzov. Mana yana savdo bo'layapti bu yerda ham. Aka necha pul savdo qilyapsiz buni? 17,200 bo'lyapti. 17,200
Zo'r. 17.200 savdosi bo'lyapti. 17.200 ga bermayapti do'stlar. Hani yana olamiz. Aka ola necha pul bo'ldi? 11 do'stlar. Ana olamiz. 11 millionga berishmayapti. Klientim bor lekin. Qancha olib berib? O'zi jeta 10 million. Qo'sa bering aka. Hammasiga qo'shsa ham jeta million. Mana o'kischalardan. Necha pul qoldi aka bu o'kislar? Mana bunisi. 10.5. Bunisichi? 11 bo'ldi. 11 ga 10.5 bozor savdosini qilishyapti. Akamiz berishmayapti. Uni parodosh chiraylar. Parodosi zo'r bunisi. Bunisi ham zo'r do'stlar. Ikkalasi. Bu ikkalasi ham o'zgaradigan ho'kizlardan. Hozirda taniydi odam. Mana ola parodalarimiz bor bu yerda. Sizdan emasmi? Mana shuni ko'raylik. Necha pul olinibdi? 15.400 sotildi. 15.400 do'stlar, mana shu ho'kizimiz sotildi. 15 million 15.400 ga olamiz ketdi. 15 million 400 ga. Yo'qda egalari yo'q, egalari bo'lganda so'rab tursak bo'ladi do'stlar. Albatta. Ana yana sizlarga ola parodamizni ho'kizi olam. Aka ola necha pul bo'ldi? 12.5. 12.5. Sizlarga yana olamiz. Aka ola necha pul bo'ldi? 15 million. 15 million. Necha pul olindi bu? Nechida? 18 dan qaytibdi do'stlar. Mana yana o'tkizimiz. Aka ola necha pul bo'ldi? 12.300 so'radi. 12.300. Olamiz 12.300. Buzoqchi aka. 10 million do'stlar. Mana buzog'imizda 10 million, unisini 12.300 so'rashmoqda. Qora necha pul bo'ldi aka? 12.5 do'stlar. 12. 1 million va 12 million 500 bozor savdosi qilgan. Berishmayotgan joyi do'stlar. Mana yana olalardan ko'ramiz. Aka ola necha pul bo'ldi? 12.5 mana shu olamiz. 12.5 ga savdosi bo'lgan, berishmayotgan joyi do'stlar. 12.5. Aman qadardir. Nima qilyapti? Shu bora. 16.5. 13.5 savdo bo'lyapti. Mana akamizlar. Charchamayapsizmi, mazangiz bormi? Buni bor. Oldi-ku. Barter ham bor. Barter ham bormi? Barter ham bor ekan mana do'stlar. Telefon nomerni ayting, barter bo'lsa. 99 lik 233 233 95 10. 95 10 do'stlar, barter bor. Mana yana savdo bo'lib turgan joyi mana. Ulardan o'tkazamiz. Aka necha pul qoldi? Necha pul qilyapsiz buni? 14 million 600. 14.600. Mana 14 million 600 ga berishmayapti. 14 million 600. 16 million 800 do'stlar. Savdosini qilishmoqda. Shved paroda deyapti. Qaysi kompaniya? Surxon Chorba. Mana sotildi. Necha pul sotildi? Qaysi sotildi aka? Boshqasi savdo bo'lyapti. Ha, boshqa necha pul bo'lyapti bular? 14 ga 13 do'stlar. Mana bu menimcha 14, bunisi 13. 14 ga 13 bozor savdosini qilishyapti. Berishmayapti. Kambag'al jodira deyman. Anasiga jiddiy. Qayt dunyosi. Ana do'stlar, ola parodamizdan ola necha pul bo'ldi akajon? 15.200. Bunisichi 16.5. Bunisi 15.200. Olamiz do'stlar. Aka qoralar necha pul qoldi?
30 million mana shu ikkalasini savdo bo'lyapti. 31 million bo'lsa, ega ol deyapti do'stlar. Mana 1 million orada pul bor. Nech pul bo'ldi aka ikkalasi? 31,5. Ikkalasi 31,5. Mana 31,5 ga berishmayapti. Mana 31,5. 31,5 ga berishmayapti. Qoramizni ko'ramiz. Nech pul bo'ldi aka qora? 16. 16. Qoramiz 16 do'stlar. Qancha qoldi aka bu? Qancha qoldi? 19 ertalab so'ragan, hozir 18 so'rayapti. 18,5 ekan. Ertalab 19, hozir 18,5 bozor savdo qilmoqda. Kimdan ekan bu? Sizlardan emasmi? Ana do'stlar. Qaysi savdo bo'lyapti? Ho'kizni ayting, ho'kiz savdosi. Pul necha pul bo'lyapti ola? 27 million. 27 millionga mana shu olamiz savdo bo'lyapti. 27 million do'stlar. Bu sizlardanmi? Mana bu necha pul bo'lyapti aka? 16. Necha pul bo'ldi aka bu? 25 million bo'ladi. 25 million savdo. 25 million savdo do'stlar. Savdo 25 million. Ana. Har qana o'tkazimiz olamiz do'stlar sizlarga. Ola necha pul bo'ldi aka? Sizlardanmi? Necha pul bo'ldi ola? 20 million do'stlar. Mana olib boralarimiz. 20 million bozor savdosini qilishgan. Oldim. Baba soğumanın başı tozun katığı var degan. Ha bakışlar. Umran attı. Ye. Şunun için mi aldığım katığı var? Onda bir ay tutmadım. Bere. Bugün televizyonda ko'ramiz seni. Necha pul qolyapti o'rtada? Bugün televizyonda ko'ramiz. O'g'an, bermayapman. 20 so'rayapti. Baba necha pul qilyapti? 20. Hali orada ancha bor ekan. Qani qizdiramiz. Ben ne verdim? Şunu bak, doğru mu? Verdim ben. Ya bu da versin. Vardı zor. Ay gözünü tabii yapar. İşim var mı? Masa aradı ama sen işim var benim. İşim var bir yapayım. Ha. İşim var. Gelin. Yapsan. Hey. Mutta altına mı doğan? Mana shu ho'kizni ko'rsataylik. Mana ho'kizimiz xullas. Bu al diye mi? Oğlan alakan. Yigirmaga beraldingmi, hoji bu? Chiroylilar, juda chiroylilar. Bolam chiroyli, pulam. Hozir bor, hozir. Hoji bor, hurmati bor, yani o'tasi. 1 million o'tayman. Qara. Boshing borasdan qachasiga qaray. Qaray. What evin? Yok qara. Seni maskot kerak. Jahan ko'ratding. Jahan ko'ratding. Ko'rsin. Bunun rastiyonu bu zaten bu qara qara. Hava.
Chiroyli narxay chiroyli sotdik. Chiroyli aytib chiroyli sotdik. Chiroyli zo'r bo'ldi. Chiroyli pul ham chiroyli, mol ham chiroyli. O'zingiz chiroyli savdo qilyapsiz, lekin pastroq savdo qilyapsiz. Ozgina. Yana nima qilayin Otabek? Hojiboni puli barakali. Barakali. O'zi barakali. Qo'lini ushlab turish barakali. 500 mingga 5 millionga o'tishi mumkin. Bir og'iz gap. Men aytyapman, yana bir gapni aytaman. Nishon bormi? Nishon bitta savdo. Ya, mayli. Men oltin, Hozir ma'lumotda qaniqan odamlar. Men oltin ham dual deydi. Men gavon olaman. Yerda nima deydi? Yer nazarman bilmayman nima deyapman. 200 qo'y, davlat. 200 ming bari. Bo'ldi. 5 tarva bo'lsa. Oldi gapdan. Chirtadi bo'ldi. Aka, bu yoqqa qarang. Bir og'iz gap qoldiraq, bir og'iz gap oldiraq. 200 ming men qo'ydim. Nishon bormi? Aka keng. 20 ming. Aka keng aka. Akam deyin akadan bilmasdan. Nima bo'lsa sotamiz ayting. Bitta gapni gapirib kattasi. 20 yarimga 20. Ya siz nechi bo'lsa sotamiz, shuni gapiring. Bitta gapiraman. Otabek, men qo'limda men ustamayman. Ya men sotgan maslahat so'rasa qo'laman. Yo'q, Otabek. Bo'yim qiziq qilyapti. Nimaga gapni gapiraymi hojibo? Ko'proq bobonang, boboni. Bobo qiziqtiraversa. Shu tarafga o'r. Ochirganim yo'q. Men 23 million deyotganim yo'q. Toshma, bitta gap. Mana yending gap. 20 million turizmga bermam dedi. Bermadi. Men Xudo qarab qochmang. Men Xudo qarab qochdim. Xudoning yo'lini ko'rganman, hammam ko'rdi. Ko'raylik Inshaalloh. Ya qarang, odamlar bitta gapini oldim, yelning gapini oldim, yeshon bog'im uchun bo'ldim, shuni to'ldim. 200 qildim. Yana qarang, shuni aytdim. Yernazoy aytdi, shuni chegara bermasin deb berdi. Mana. Oltin ham turizmi? kallam. Men 200 mi alıyor? Men tentak emas. 200 chegini bermaysiz. Bo'ldim, chulan toza. Yaptan endi. Shuncha bo'ldi. Bunday mol sotildi. 22. Bo'ldi. Men bitta narsani aytaymi? 21 dan 1 so'm kami yo'q. 21 bo'lsa hojibo siz uchun bo'lmasa yo'q. Otabek aka. 21 savdo bo'lyaptimi? Oy, kimlikda bir bo'lmamiz. 22. 22. 21 bo'lsa toza bo'lyapti. Bir ko'ylak bo'lsa ham hozir. Bir xotinda bir yer bo'ladi. Shoshma. Mana o aka dedi. Sendan birov so'rayin qani dedi. Endi savdosini Sen oltin ama dual deb yeshon bog' uchun savdo qildim. Xudo qarab. Yeldin duo, yeldikini osig'i, yeldin. Qarasana. Qanday ham so'radi. Qo'ri charib bersanga. Animar bo'lsang mana. Bersa so'radi, mayli qo'ldan turib bering. Bering. Bu odam ketdi, bering aka. Hey! Bering aka. Hojibo bering. Bering ta'zizlardan birlikda ketdi. Hey! Xotinim mana qara. Jahon tomi chaqiryapti seni. O'rda qayda chiqsin? 20 ga. Bu yoqqa qarab. Hayla shundan savdo qil. Ne bo'lasa. Hojibojon. Oldi men sotaman, mayli sotsa ham, lekin Shunqar. yer. Uni qatori shunqor demang, shunqor hojibo deng. Kallada bordim. Qoyibga bor yilda birovar shunday bo'ladi. Kaptarxona bir joy bo'shaq, ertaroq joyga bor. Takrar ustad. Ana shunday deydi. Yana bir safar. Necha bo'ldi? Necha bo'ldi? Eshitmayapsan, Qur'on karma. Ha, jon aka. 20 bilan so'radim, bo'lmadi. Ekan bo'lay. 400 ga bermam dedi. 400 bo'ldim, 200 qildim. Eshon bog'im uchun. Ular aytdi, "Baba, ular bitganlar, nasib et." Eshon bog'im uchun deb, "Bar 400 deb akasidan qasqattirib." Ana 400. Mana Hozir. Keldik. ay, hey qo'y. Demek, hadi. Qanday o'lasan bu? Yiqamizdan ham bar. Bering Otabek aka, bering ey. Bobo, qo'ying bu so'rang ey. Bak, bar. Voy bobo, sal qo'ying ketadi ey. Hozirroq qo'ying ketadi. Hey, qo'ying. Shoshma. Shu bugun bu yoqqa Otabek. Otabek, bitta gap.
Altın ama dual degan. Ota-bobomizdan kesib kerak. Qanday? Milliard pul olgan bilan bilma bo'lmasa, lekin ishonishni bitta dual. Qani shu bir yekin babadan yekin babadan. Bor shuam toza. Bo'ldimi? Menga qara. 500 ta xohla quchoqlab olsin, xohla qiz bersa bersa. Oxirga bor. Bering, Mana, Yana 500 kim beradi? Xudo beradi. Yekin baba aytdim, Xudo beradi inshaalloh. Bo'ldimi? Yerda aslan chiqdi, bering. 2500 bor, nima bo'ldi? 2500. Hey, 2500 bering endi. To'g'ri keldi. Ey. Otabek aka. Qulab toza. Bering. Bor shuam toza. Bering, toza ey. 2500 ga. Ey, Otabek aka, bering. Babaga bering ey. Endi 500 top toza. 500 day toza. Bak yana 200 oldim. Hurmat. 300 ni otdim, 700 bo'lsa oldim. Yetishlanmayman, nimaga yetishlanman? Ishlandi. Eshonbo, sizning duongizni olayin deyapman. Vatan olgan nima bitta? Bitta duoni qilsa oldi. Duoni qiling ey, duoni qiling, to'xtang ey. Hayda, chiqar. Yo, shoshmang, duoni qiling. Va? Ayting. Oltin ama dual deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeşancanımның şonkar ağacının duasını alasan birin yeki vurad dedim. Yekin milyon bolar. Allah bizge okşap silerim. Hemen Allah'ın iyini görür. Pazarına, dehqonchilikka hammamizga chorvachiligimizga Allah baraka bersin. Allohum aytgani ketdi mana 25 ga. Do'stlar. Ana. To'g'rimi? 20 bilan 500 ga mana shu ho'kizimiz ketdi. Do'stlar, yoqdan ko'ramiz endi yana kattalaridan, kichkinalaridan. Necha pul bo'lyapti aka bu qora? Qaysi biri? Mana bu sariq bilan ikkalasi 53 do'stlar. Mana shu qora va sarig'imiz 53 million savdosi bo'lishyapti, berishmayapti 53 millionga. Ikkitasi. Yolg'on gapirmang, 51,5 pul, 52 berov deyapti. Ay, o'zi aytgan narsani aytyapman. 51,5 do'stlar. 50 aytgan. 52 bo'lsa ketadi, 51,5 savdosi bo'lyapti do'stlar. Qora necha pul bo'ldi aka? 25,5. Ha. Besh qilding? 25,5. Mekanik so'ra. 51,600 do'stlar. Hozirgi vaqtda savdoni ko'rib turgan joyi do'stlar mana. 51,600 ga. Urib g'ashtirmanglar molni. Bola necha pul bo'ldi aka? 24 million. Mana bolamiz 24 million savdo bo'lyapti, berishmayapti. Bu tarafda yana olalarimiz ham bor. Ya bu olalar kimdan ekan? Necha pul bo'lyapti ola aka? Savdo? Yo, narx. 30 million narx aytilyapti. 28 million savdosini qilishyapti, deyapti. Qaysini? Bunimi? 28 so'rayapti, 30 bo'lsa ol deylik. 28 so'rashyapti. Bunisi. Ha, ola. Ana do'stlar, yana olalarimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q, boshqa kerak emas keldi. Yana men bilan Necha pul so'rashyapsiz? Necha pul so'rayapsiz? 32 million. 63 dan? 63 bilan ikkitasi. Ha, bumi? 63 million, 32 million, mana buni o'zi 32 million. 32 million. Ana. 32 million bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. Mana bu tarafda yana qoramizdan
Bittami ikkalasi? Nech pul bo'lyapti aka bu? 41? 41 ga bermadingizmi? Yo'q. 41 ga berilmabdi. 41 ga berilmagan. Bir buni qo'y. Ana yana olib boradamizdan do'stlar sizlarga. Aka nech pul bo'ldi bu? 37 million. 37 million mana shu olib boradamiz sodasi. 37. Aka nech pul bo'ldi qora? 24. 24 million do'stlar, sodasi bo'lyapti. 24 million. Yana olib boradamiz. Tog'a nech pul bo'ldi bu olamiz? O tog'a. Nech pul bo'ldi? 18, 18. 18 million.